Diqqat, aholiga tezkor xabar. 1-maydan svet uchun yangi tarif joriy etiladi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda joriy yil 1-maydan boshlab 201 kWh-dan 500 kWh-gacha elektr energiyasiga 900 so'mdan emas, 800 so'mdan to'lanadi. Bu haqida Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari iste'molchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2024 va 2025 yillarda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafikiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqida 194-son qarori qabul qilingan. Davlat rahbarining topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan mazkur qaror bilan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-apreldagi 204-son qarori bilan tasdiqlangan 2024-2025 yillarda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafikiga aholi uchun yengillik yaratadigan o'zgartirishlar kiritilmoqda. Masalan, yoqilg'i energetika resurslari narxlarining oshishi muddati 1-apreldan 1-may sanasiga ko'chirilgan. Bildirishicha, 201 kWh-dan 1000 kWh-gacha bo'lgan differensiallashgan tarif bo'yicha iste'mol miqdori orasiga yangi miqdor kiritilmoqda. Ya'ni 2025-yil 1-maydan e'tiboran aholi iste'molchilari 201 kWh-dan 500 kWh-gacha bo'lgan yangi miqdor oralig'ida har 1 kWh uchun 800 so'mdan to'laydi. Shu paytgacha 201 kWh-dan 1000 kWh-gacha bo'lgan qismi uchun 900 so'mdan haq to'langan. Aytish joizki, bir oyda o'rtacha 500 kWh miqdorida elektr energiyasi sarflaydigan xonadon vakillari buning uchun 2025-yilning 1-may sanasiga qadar 360 ming so'mdan to'lashardi. 200 kWh bazaviy norma uchun 90 ming so'm, 201 kWh-dan 500 kWh uchun 270 ming so'm. Tarif o'zgarishlaridan so'ng bir oyda o'rtacha 500 kWh tok ishlatadigan xonadon buning uchun 360 ming so'm to'laydi. 200 kWh bazaviy norma uchun 120 ming so'm, 201 kWh-dan 500 kWh uchun 240 ming so'm. Ya'ni ular uchun narx oshayotgani yo'q, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, qaror bilan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari har yili 1-maydan bir marotaba yillik inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilib borilishi belgilanmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq prezidentning yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishda ehtiyojmand aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashining qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz to'lovlarida davlat kompensatsiyasi joriy etilishi xabar qilingan edi. Hurmatli tomoshabin, eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.